Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammalarga tuzumsizlar. Bez makiyaj ko'zinglarni o'rgatishim kerak. Chiqishga sekin-sekin. O'zimcha vohli turaman deb Pari telefon qilgan. Chiqdingizmi? Turdingizmi? Umid telefon qilgan. Uchalamiz ginekolog yozib beruvdilar-da. Uchalamiz garmonga 17-chislida kelinglar dedilar. Yana uxlab qoldim. Ertalab uxlaganingdan keyin nima bo'lasan? Nima qilayman ham? Xullas, biz bugun check-up qilmoqchimiz polniy. Sizga aytaman keyin nima-nimalarga topshirish kerak, nima qanaqa. Endi meni auditoriyamda oilalilar ko'p-ku. Uchalamiz ham oilalimiz. O'shanga shunaqa gormonlarga yozib berdilar. Nimagaligini aytaman keyin sizlarga.